2026 год, 27 марта, сейчас пациентка сидит и спрашивает, есть ли эффективное нейрохирургическое лечение эпилепсии. И говорит, что есть люди, которые советуют, что ехать в Германию и делать операции или удаление эпилептического очага, и это говорит, что 100% вылечивает данное заболевание. Значит, давайте услышим из их уст. Demek, o'zini ovozidan eshitamiz, shu eshitsak, shu epilepsiyani samarali xirurgiya uslubi bormi, neyroxirurgik davolash uslubi bormi dedi. Bunaqa video juda ko'p qo'yapman, har 2 oyda qo'yaman. Lekin baribir shu savolni yana berishyapti. Chunki mening YouTube kanalimni kuzatishmaydi. Vaholanki bu o'ta eski qadrdon bemorlarim. Xo'p, o'zingiz savol bering, Ovozi chiqadi, xolos o'zi chiqmaysiz. Qattiq gapiring. Sen gapir bo'lmasa. Ayting. O'sha operatsiya bilan tuzatsa bo'ladimi? Epilepsiyani operatsiya bilan tuzatsa bo'ladi. Siz shu to'g'rida qanaqa bilimlaringiz bor? Sizga qanaqa informatsiya berdi? Shu Germaniyada operatsiya qilishayotgan ekan, shu miyani qayerda achagi bo'lsa, o'sha yerda olib tashlashar ekan, 24 soat nablюдение bo'lar ekan, dorilarni hammasini atmay qilar ekan, EKG'ga qo'yib qo'yishar ekan, buni miyani 24 soat nazoratda yotar ekan, qayerda nima bo'lishini tekshirib olib, shu yerda achagini qo'yib, o'shanga mos dori qilib berishar ekan, sostavi to'g'ri, побочный effektlari yo'q dori. Birinchi dori qilib berishar ekan, ikkinchisi operatsiya qilib ham beradi. birinchi nablюдение qilishar ekan. Birinchi nablюдение qilib, ya'ni sutishni ega qilib, именно dorisini aniqlab beradi. Fahmmi? Ikkinchisi, demak, shu agar davola olmasa, demak, nima qilar ekan? Operatsiya qilar ekan. Вот, значит, здесь они так говорят, что делает суточное наблюдение, видеоЭГ, электроэнцефалограмма, и определять будет именно какой препарат будет действовать и где локация эпилептического очага. И второй, если это не получится, сделает операцию, то есть удаление epileptikga очага. To'g'ri tushuntirdimmi? Demak, birinchisida demak kuzatar ekan, bir kunda, ikkinchisi. Endi bu yaqinda kelgan texnologiyami? Это новая технология. Нет. Это старая технология. Технология это возникла в 70-е годы. 1970-yillarda kelib chiqqan texnologiya. Теперь вопрос. Или сам задаю вопрос. Доказательность, информативность ЭГ сколько процентов? Не выше, больше 20%. Я бы дал 215%. EG'ni ishonish haqiqiy darajasi, isbotlash darajasi necha foiz? 20%dan oshmaydi. 10-15%. Hatto bugun bitta bemor keldi, enkefaliya. O'sha video nablюдение qilib tekshiribdi. Unda доказательность darajasi 3%dan oshmaydi. Demakki, u holat uchun. Shuning uchun EG'ni 1 soat qiladimi? EG'ni, elektroensefalogramma 1,5 soat qiladimi? 1 minut qiladimi? Hozir endi intellektualniy, sun'iy intellekt bilan nimalari bor-da, 1 hafta qiladimi? Uni qiziqadi. Значит, если ЭГ делает на минуту, на час, на 1,5 часа, на неделю и на сутки, это не увеличивает ничего. Это просто метод, способ зарабатывания денег. Это доказательность меньше, это дополнительная информация. Bu qo'shimcha informatsiya sifatida ishlardi. Значит, второй вопрос. Можно ли определить, смотря на вид ЭГ, вид препарата? EG'ga qarab turib, dorining turini tanlasa bo'ladi. Bekor gap. До сих пор нет. Если было бы научные методички. Agar shunaqa narsa bo'lganda, ilmiy metodичкалар, yo'llanmalar bo'lardi. Yo'q unaqa. Tushundingiz? И это очень много знаний, которые не написано в книжках.
kitobda yozilmagan informatsiyalar ko'p. Это только знание и практика врача. Понимаете? Потому что не все стандарты все попадают. Har bir odamda davolash standarti shu. Bu именно vrachda nima amaliy tajribasi. Endi keyingi savol. Shu tutqanoqni o'chog'ini olib tashlasa bo'ladimi? Эпилепсия – это заболевание селого мозга, кроме фокальных эпилепсий. Но фокальная эпилепсия тоже может превратиться на, значит, генерализованный вид. Endi so'ra aytyapman. Masalan, epilepsiya bu miyani bir qismida o'chog'i bor, shuni olib tashlasa o'tib ketadimi? Yo'q-da. Bu miyani butun kasallikka aylanadi. Да, вначале может быть, когда один раз, два раза были судороги. Потом она превращается в заболевание всего мозга. Demek, agar bir kun, ikki kun, bir-ikki marta tutqanoq bo'lganda, bu miyani bir qismini kasali bo'lishi mumkin. Lekin u hech bo'lmasa 3 martadan o'tgandan keyin уже bu miyani to'liq kasallik hisoblanadi. Shuning uchun epilepsiyada samarali davolash yo'q. Operativ, yirik kirurgiya. Endi mana o'zingiz qo'shningizda nima bo'ldi dedingiz? Shu anaqa tomirni uzib yuborishdi-da. Tomirni uzib yubormaydi. Achakni olishmadi. Nervini o'shanaqa qilib bir tomoni ishlamay qoldi. Ishlamay qoldi. Lekin achagini olamiz deb qo'ng'iroq. Lekin olishmadi. Yopib qo'yishdi-da, o'sha tegib ketdimi, o'sha anaqa o'zi aytishgan ekan. 50-50 deyishgan ekan, endi bizda sal xirurglar baribir. Yo'q, 50-50 deyiladi, endi tushuntirib qo'yay. O'zi har safar aytyapman, 6 xil operatsiyasi bor. 6 xil. Lekin shu 6 xil operatsiyasi qizig'i yo'q. Qaysi biri qo'yilishidan qat'iy nazar. Epilepsiyani samarali neyroxirurgiya davosi yo'q. Unda odamlar nimaga qildiradi? Если нет эффективного нейрохирургического лечения, почему люди делают операцию? Потому что после операции у кого-то 6 месяцев, у кого максимум 1 год, не больше 1 года, эпилепсия снижается за счет синдрома травмированного головного мозга. Этот синдром описал я впервые в 2000 году. Вот в этом году несколько раз я статью сделал, еще хочу сделать статью. Поэтому shikast yegan miya sindromi hisobiga tutqanog'i to'xtab qoladi vaqtinchaga. Я это обнаружил первый раз в 1994 году, когда у меня был больной, очень каждый день 5-6 судороги, попал на мопеде аварию, потом у него судороги остановились без вмешательства операции. В то время не было в Узбекистане нейрохирургического эффективного лечения. И через год у него возобновились 10-kратные силы. Demek 1994-da bitta bemorimiz kuniga 3-4 marta tutqanoq berardi. Yo'lda ketyapti, yiqilib tushib, mopedda. Tutqanoqlari o'z-o'zidan to'xtab qolgan. Va 1 yildan keyin 10 barobar kuchayib ketgan. Shu. Endi buni plagiatchilarim bor, bitta-ikkita olib olishim mumkin, lekin olsa ham bu meni ilmiy maqolam isbotlangan, shuncha aytib qo'yapman. Shuning uchun yo'q unaqasi. Endi qanaqa operatsiyalar qilinadi? Hozir zamon kuchayib ketdi-yu. Elektrodlar qo'yapti, chiplar qo'yapti. Siz mendan aqlli bo'lgan, sun'iy aqllardan iborat bo'lgan chiplar qo'yiladi. Shular qo'ysa bo'lmaydi. Bo'ladi. Lekin xuddi shu savol. Masalan, mayda adashgan nerv deydi, nervus vagus unga qo'yadi. Bunga ham shu 50 yildan beri qo'yadi. Vagata nima kalozatomiya deydi, ikkita miyachani o'rtasidagi mungustanacha bor, uni kesadi. Lobektomiya deydi, miyani chakka qismini olib tashlaydi. Yana bir ikkitasi o'sha miyada bir chandiq bor ekan deb uni olib tashlaydi. U pichoq tekkandan keyin chandiq bo'lmaydiganga o'xshab. Pichoq teksa yana chandiq bo'ladi. Xullas turib ko'p. Tushundingizmi? Birortasi deb bermaydi. Yana bitta usul bor hozir. Глубокий implantatsiya elektrodov. Chuqurga elektrodlar qo'yadi. O'sha nimaga balans yaratib turadi. Epi achakka. Foydasi yo'q. Tushundinglar?
Hozir shoshiltirishyapti meni. Lekin savollar bo'lsa beringlar. Mana shu yerda 30 tacha odam o'tiribdi. Bundoq qilib qo'y. Riski bo'ldi o'sha. Ko'rdinglarmi? Xo'p, savollar bormi? Yo'q. Значит, o'zbekcha gapirdimmi aka-akamni yo ruscha gapirdimmi? Ruscha gapirib beryapti. Значит, эпилепсия это заболевание села мозга. Есть некоторые виды операций, значит, на нервную связь вставляют электроды, на глубокие электроды вставляют, чипы вставляют. Все они регулируют, как бы вставляют противовес очагу. Есть коллозотомию делают, когда между двумя корпус коллозиум врезается, между двумя полушариями имеется вот такое образование корпуса и делает лобэктомию, удаление часто височного отдела головного мозга, еще удаление эпиочага, как бы на ЭЭГ не определяет или на МРТ, трехчисловой функциональной программы. Все это чепуха, потому что эпиочаг не всегда в одном месте. Она динамически локализуется. Ya'ni epi-o'choq hech qachon bir joyda joylashmaydi. Dinamik ravishda suzib turadi. Tushundinglarmi? Yana qanaqa savol? Endi keyingi savol. Turmushga chiqib bolali bo'lishi mumkinmi? 1000%. Tezroq turmushga chiqing, tezroq bola bo'lsin. Alloh qo'llab.